do'stlar, men Ozodbek va Javohir Dabzali. Men Murder X 2 MM2 o'yinini o'ynaymiz-da. Bu serverda o'ynaymiz, ikkalamiz birga bir. Nima deyding? Ha, hammaga salom dedi. Bu selpa ko'rinmaydi menga yozgan, ha? Selpalamas, umuman ko'rinmaydi. Mardir tushdi menga, unga sherif. Da uning orqasini men qo'llashim kerak, u qochadi. Nega desa unga sherif tushdi. Endi qochamiz. Uy, tegmay qoldi. Qanday qilib? Ha, bu. Mana bunda aytganda o'sha po'g'ayotgan bo'lib. Hali ko'p o'ynaymiz. Kiyimga baho beringlar. Normalmi? Javohirning ko'zi bor, lekin u qo'llar to'rtburchak emas, men to'rtburchak. Kim yoqqan bo'lsa like bosamiz va obuna ham. Mana buni qizilchamadan Javohirniki, buni ko'yga meniki. Ko'pni qaraga bo'yash kerak, ha Javohir? Yet qotib qoldi. Ha, bo'ldi. Hamma narsa cho'tka. Sherif menga endi tushdi. Men bir yerda yashanishim kerak, berkanib ochishim kerak. Javohir meni topmash kerak. O'zim oyoqlarim bilan uning joniga boribman. Yo'q. Vay. Javohir mendan ko'p o'ynaydi va mendan zo'rroq ham o'ynaydi. Shuning uchun men ko'p o'ynayman. No, comment, like. Faqat like bosinglar. Like bossangizlar ko'p odam ko'radi. Men ham mana bu legendoni, masalan, kim bor Roblox o'ynaydigan. Blogerlarga o'xshab ko'tarilgim keladi. Qo'cha Javohirday bana like bosinglar. Javohirga o'xshaganday obunachi bo'lsa ham men xursand bo'lardim. Hozir 17 donami bor obunachim. Prosmotr bo'ladi, 300 prosmotr bo'ldi masalan. Oldingi video. Juda kam. Unda ham Javohir bilan o'ynagan edik. Biramanlaylik. Yo, orqasida yurish. Qotib qolyapti menda. Sal chekinamiz, sal. O'tdik. Biza birinchi marta yetdik. Mana chapaklar. Endi mana bu yerda qilib o'tiramiz. Mana. Marjni yesam turasan ekan. Yo'q, normal. Bo'pturadi amali. Mana bu yerda marojni yeb o'tirsak bo'ladi. O'yin boshlanib ketdi. Sherif. Bu yoqqa kel. Men seni ajalingman. Men mafiyaman, men aldaqchimanmi? Voy. Sal kechikib qoldim bu ishga.
tekin Robux olishni xohlaysizmi? Tekin. Tekin. Tekin emas. Tekin emas. Robux olmoqchi bo'lsangiz hech qachon bir Telegram kanallardan olmanglar. Sotib olsangizlar, mana shu Robuxning o'zidan sotib olgansizlar 100% ma'qul. Telegramga olsangizlar aldakashlar ko'p bo'ladi. Nega faqatgina mardan menga tushyapti? Uni topish kerak. Mana. Menga marda tushganda sal-pal qiynalyapman. Mardada sal o'ynash sherikka qaraganda men uchun qiyinroq. Mayli. Sherik. Ketib qoldi. To'g'rimi zo'r o'ynalmasman lekin. Davay yana bitta video qilamiz. Tegni buzish videosi bor-ku, Tegni buzadigan. Shuni o'ynaymiz, yaxshimi? Xo'pmi? Chatga yozar. Yaxshi deydi-da. Keyingi videoda tagni buzadigan video deganda keyingi video chiqqanda ko'rasizlar. Uyimni yiqib. Mana shu oxiri o'yin o'ynaymiz va nihoyat mana bu oxirgi o'yinimiz. Keyin boshqa o'yinni boshqa videoda qilamiz. Keyin 10 ta like bo'lsa, Mardaning ikkinchi qismi chiqadi. Atiga 10 ta like. Do'stlar, qiyinmi sizlarga 10 ta like? Videolarimni 300 odamga yaqin ko'radi. 300. 10 ta like problema emas-ku? Problema bo'lsa aytinglar. Nima qilyapti? Tut. Yet. Oy. Bibi, va nihoyat. Men ham yutaman ekanman. Xullas hammaga xayr.